Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Rahmatov Erkinjon va bugun gemostas mavzusining 3-qismi haqida gaplashib o'tamiz. Bugungi mavzu o'z ichiga oladi fibrinolytik sistema, jigar, vitamin K hamda endotelining gemostazdagi roli haqida gaplashib o'tamiz. Dastlab gemostaz bosqichlarini eslaydigan bo'lsak, birlamchi gemostaz natijasida bilamizki, trombotsitlar tiqin hosil bo'ladi va bu trombotsitlar tiqin unchalik hali mustahkam emas va ikkilamchi gemostaz natijasida hosil bo'lgan fibrin turlari yordamida trombotsitlar tiqin mustahkamlanadi va keyingi bosqich retraksiya bosqichida maxsus oqsillar trombostinin, aktin-miyozin oqsillari ishtirokida trombotsit qisqarib zichlashadi. Va undan keyingi jarayon, oxirgi jarayon bu fibrinoliz hisoblanadi. Ya'ni qon tomiri shikastlangandan keyin tromb hosil bo'lib, qon ketishni to'xtatishga qaratilgan jarayon edi. Va bir qancha vaqt o'tgandan keyin biz qon oqimini, qon ta'minotini yana qayta tiklashimiz kerak. Ya'ni qon ketish xavfi to'xtagandan keyin qon oqimini yana tiklab, to'qimalarimiz yana kislorodga boy qon bilan ta'minlanishi kerak bo'ladi va bu jarayonda bizga yordamga keladi plazmin. Ya'ni fibrinolytik sistema komponenti. Demak, fibrinolytik sistema komponenti o'z ichiga oladi plazminogen noaktiv holatdagi va shuni aktivlovchi sistema. Bu o'z navbatida ichki hamda tashqi yo'lni o'z ichiga oladi. Demak, ichki yo'l bu 11-A faktor, 12-A faktor hamda kallikrein o'z ichiga oladi va bular ta'sirida ko'rib turganimizdek plazminogendan plazmin hosil bo'ladi. Xuddi shunday, endi tashqi yo'l bu ikkita biologik aktiv modda ishtirokida to'qima plazminogen aktivatori hamda urakinaza yordamida amalga oshadi. To'qima plazminogen aktivator hamda urakinaza bu qon tomir endoteliz tomonidan sintezlanishi mumkin. Va bundan tashqari urakinazaning eng asosiy sintezlanadigan joyi bu buyrakni, demak proksimal kanalchalardagi epitelial hujayralar tomonidan sintezlanadi. Buyrakda. Lekin qon tomir endoteliz tomonidan ham sintezlanishi mumkin. Xo'p, bu moddalar sintezlanadi deylik. Aytaylik, ichki hamda tashqi yo'l orqali plazminogendan plazmin hosil bo'ldi. Plazmin endi yuqori fermentativ aktivlikka ega bo'lgan oqsil hisoblanib, bu ikkilamchi gemostaz natijasida hosil bo'lgan fibrin turlarini xuddi qaychi singari ko'rib turibmiz, kesib ularni parchalaydi va natijada fibrin degradatsiya mahsulotlari, ya'ni fibrinning parchalanish mahsulotlari hosil bo'ladi. Xuddi shunday bu jarayonda D-dimer degan modda ham hosil bo'ladi. Xo'p, D-dimer nimani ko'rsatadi? D-dimer organizmda aktiv holatda koagulyatsiya jarayoni va plus fibrinoz jarayoni kechayotganligini ko'rsatadi. Ya'ni D-dimer ko'rsatkichi yuqori bo'lishi organizmda tromboz kechayotganligini ko'rsatishi mumkin. Agar D-dimer ko'rsatkichi juda past bo'ladigan bo'lsa, bu holatda tromboz bo'lmayotgan degan tashxisga kelamiz. Masalan, D-dimer holati oshishi mumkin chuqur venalar trombozida yoki DV sindromi natijasida oshganligini kuzatamiz. Hop, bu yerda to'qima plazminogen aktivatorining aktivlanishini kuzatishimiz mumkin. Demak, noaktiv holatdagi plazminogen to'qima plazminogen aktivator ishtirokida aktivlanadi. Mana bu holatda noaktiv holatdagi plazminogenni ko'rib turibmiz. Ikkinchi suratda esa TPA fibringa kelib birikadi hamda noaktiv holatdagi plazminogen mana bu yerda e'tibor beramiz. U demak qaychini uchi qopqoq bilan yopilgan. TPA aktivlanishi TPA ta'sirida plazminogendan plazmin hosil bo'lib, mana bu qopqoq yechiladi va aktiv holatdagi plazmin ajralib chiqadi.
Va plazminning funksiyasi mana bu fibrin iplarni kesib qaychi singari kesib tashlashdan iborat. Endi aytib o'tganimizdek, bu jarayon qachon sodir bo'ladi? Qachonki organizmda qon ketish butunlay to'xtab bo'lgandan keyin tromb retraksiyaga uchrab, zichlashib, qon oqimini to'xtatib bo'lgandan keyin va qon oqimini tiklashga organizm ehtiyoj bo'lgandan keyin yuzaga keladi. Mana shu jarayonlarni xuddi men aytgan tartibda kechishini ta'minlashda ishtirok etadi plazminogen aktivatorning ingibitori. Mana TPA ni aytdik, plazminogen aktivatori deb. Plazminogen aktivatorning endi ingibitor bor. Buni demak PAI deymiz. Buni funksiyasi mana shu TPA ni bloklab turishdan iborat. Mana ko'rib turganimizdek, TPA plazminogen aktivator ingibitori tomonidan bloklanib turadi va plazminogen natijada plazminogendan plazmin hosil bo'lishi ingibirlanadi. Bu nima uchun kerak? Aytib o'tganimizdek, qon ketyapti. Tromb hosil bo'lmasidan, demak TPA borib qonni yanada suyultirmasligi uchun. Buni aytdik. Fibrinogenetik sistemaning mohiyati trombni eritib yuborishdan, ya'ni qonni suyultirishdan iborat. O'z shunga qon ketib turibdi, biz qonni yanada suyultira olmaymiz. Biz nabarot tromb hosil qilishimiz kerak. Va tromb hosil qilishimiz uchun fibrinogenetik sistema o'chgan holatda bo'lishi kerak, ya'ni zamok qo'yilgan holatda bo'lishi kerak. Shu sababli PAI yordamida TPA bloklanib turadi. Endi ikkinchi, bundan tashqari yana bir ingibitorimiz bor. Fibrinogenetik sistemaning yana bir ingibitori bu alfa 2 antiplazmin. Farqini sezgan bo'lsalaringiz kerak. TPA ta'sirida plazminogendan plazmin hosil bo'lishi bloklangan bo'lsa, endi alfa 2 antiplazminning funksiyasi aktiv holatdagi hosil bo'lgan plazminni bloklashdan iborat. Mana aktiv plazminni bloklaydi. Xo'p, bu jadvalda yana bir takrorlash qilib olamiz. Demak, plazminogendan plazmin hosil bo'lishini stimullovchi moddalar bu to'qima plazminogen aktivatori, ya'ni fibrinolytik edi. Xuddi shuni sintetik analogi, ya'ni lekarstvenniy formasi mavjud. Dori preparati mavjud va bu alteplaza deb ataladi. Demak, alteplaza ta'sirida biz plazminogendan plazmin hosil qilishimiz mumkin. Ya'ni tashqi muhitdan organizmga yuborish orqali. Yoki xuddi shu vazifani streptokinaza ham bajarishi mumkin. Streptokinaza bu streptokoklar tarkibidagi ferment bo'lib, u ham plazminogendan plazminni hosil qilishi mumkin. Bular demak trombni eritish uchun qo'llaniladigan preparatlar edi. Endi qon ketayotgan vaziyatda qonni to'xtatish, ya'ni nima uchun? Mana shu fibrinogenetik sistemaga qarshi antifibrinolytiklar bor. Antiplazmin dorilar deyiladi. Bular aminokapron kislotasi hamda traneksan kislota hisoblanadi. Xo'p, plazmin hosil bo'ldi. Aytib o'tganimizdek, plazminning funksiyasi keyingi jadvalda aytib o'tilgandek, sxemani keyingi qismi aytib o'tilgandek, fibrinni parchalash, fibrin degradatsiya mahsulotlarini hosil qilishdan iborat. Demak, endi gemostazdagi jigarning roli haqida gaplashib chiqamiz. Jigar demak bir nechta funksiyalarni bajaradi. Bu prokoagulant, antikoagulant, fibrinolytik, trombotsit regulyatsiyasi hamda bir nechta qon faktorlarini aktivlashda ishtirok etadi. Prokoagulant vazifasi jigar tomonidan bir qancha qon faktorlari sintezi amalga oshadi. Bu demak ko'rib turganimizdek 2, 5, 7, 9, 10, 11, 13 faktorlar demak jigarda sintezlanadi. Xuddi shunday jigar antikoagulantlar sintezini ham amalga oshiradi. Bular protein C, protein S hamda antitrombin 3 hisoblanadi. Fibrinolytik komponent aytib o'tganimizdek plazminogen, aktiv holatdagi plazminogen jigar tomonidan sintezlanadi.
Keyingisi trombosit regulyatsiyasida ishtirok etuvchi trombopoetin moddasi ham demak jigar tomonidan sintezlanib, suyak ko'magidan trombositlarni ishlab chiqarishni kuchaytiruvchi modda hisoblanadi va oxirgisi jigarda glutationga bog'liq ravishda ishlaydigan ferment, ya'ni gamma glutamir karboksilaza fermenti. Bu vitamin K ga bog'liq ravishda ishlovchi ferment bo'lib, u 2, 7, 9 hamda 10 koagulyatsion faktorlarni hamda antikoagulyant protein C hamda protein S larni aktiv holatga keltirishni ta'minlab beradi. Bu nima degani haqida yana keyinchalik video davomida gaplashib o'tamiz. Hop, endi vitamin K ning ahamiyati haqida gaplashib o'tadigan bo'lsak, vitamin K gemostaz jarayoniga juda ham muhim hisoblanadi. O'zi vitamin K organizmimiz tomonidan endogen ravishda ichaklarda normal ichaklar o'zida normal bakteriyalar yashaydi. O'sha normal mikroflora tomonidan, ichakdagi bakteriyalar tomonidan sintezlanadi. Va bundan tashqari tashqi muhitdan ham tushishi mumkin. Tashqi muhitdan biz oziq-ovqat mahsulotlari tarkibida ko'pincha ko'kat mahsulotlari, hayvon mahsulotlari tarkibida demak vitamin K mavjud va ular bilan qabul qilishimiz mumkin. Tashqi muhitdan tushmagan taqdirda ham endogen ravishda organizmda sintezlanayotganligi uchun vitamin K kamdan kam holatda defitsitiga sabab bo'lishi mumkin. Xo'p, endi vitamin K ning ahamiyati nimada desak, xo'p, vitamin K ishtirokida jigarda protrombin, ya'ni 2-qon faktori, bundan tashqari 7, 9, 10 qon faktorlari hamda antikoagulyant ikkita moddamiz protein C va protein S sintezi amalga oshadi. Xo'p, mana bu 2, 7, 9, 10 eng asosiy gemostazdagi oqsilimiz protrombin, bu 2-omil hisoblanadi. Undan tashqari 7, 9, 10. Demak, futbolni tushunmagan inson ham 7, 9, 10 futboldagi eng mashhur raqamliklarni biladi. Menimcha Cristiano Ronaldo 7-raqamda o'ynashini hamma bilsa kerak. Demak, mana shu orqali mnemonika qilishimiz mumkin. Ronaldoning demak raqami 7, 10-raqam, bu ham mashhur futbolistlardan biri, demak Lionel Messining raqami. Va ko'pgina demak yana futbolchilar, o'sha mashhur futbolchilar, kuchli futbolchilar 9 raqamiga ham ega. Xo'p, 9 raqamiga ega bo'lgan qaysi futbolchilarni bilasizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Xo'p, endi vitamin K ning ahamiyati haqida yana bir bor gaplashib o'tamiz. Vitamin K jigarda noaktiv holatdagi vitamin K holatidan aktiv holatdagi vitamin K ga aylanadi. Ya'ni oksidlangan vitamin K epoksid reduktaza ta'sirida, epoksid reduktaza deb ham fermentimiz bor, qaytarilgan aktiv holatdagi vitamin K ga aylanadi. Va mana shu jarayonda bundan keyin aktiv holatdagi vitamin K o'zini elektronlarini gamma glutamil karboksilazaga beradi. Bu ham vitamin K ga bog'liq ravishda ishlovchi oqsil gamma glutamil karboksilaza. Va buni vazifasi karboksillash hisoblanadi. Yuqorida aytib o'tilgan 2, 7, 9, 10 faktorlar hamda ikkita antikoagulyantimiz protein C hamda protein S larni demak aktiv holatga o'tkazib beradi. Ya'ni to'liq aktiv holatga emas, balki koagulyatsiya jarayonida kalsiy biriktira oladigan holatga keltirib beradi. Ya'ni karboksil guruhni qo'shadi va mana shu guruh o'ziga kalsiyni biriktirib olib, koagulyatsiya jarayonida aktivlanadi. Xo'p, davom etamiz. Vitamin K yetishmovchiligi yuqorida aytib o'tganimiz kabi kamdan kam holatlarda uchraydi. Demak, qaysi holatlarda vitamin K defitsiti yuzaga kelishi mumkin? Bu yangi tug'ilgan chaqaloqlarda
yuzaga kelishi mumkin. Nima sababli? Chunki ularni oshqozon ichak traktida vitamin K sintezlaydigan bakteriyalar hali yetilmagan, yetishmovchiligi tufayli va shu sababli yangi tug'ilgan chaqaloqlarga vitamin K inyeksiyasi o'tkaziladi. Bu roddomni o'zida. Chunki vitamin K yetmasa, qayta aytyapmiz, 2-7, 9-10 qon faktorlari sintezi amalga oshmaydi. Ya'ni koagulyatsiya jarayoni izdan chiqadi va demak qon ketishlar, gemoragiyalar rivojlanishi mumkin. Ikkinchi holat bu uzoq davom etuvchi antibiotika terapiya. Demak, antibiotiklar ta'sirida nafaqat patogen tashqi muhitdan tushgan bakteriyalar, balki o'zimizni ichaklardagi normal ish faoliyatini olib borayotgan mikrofloradagi bakteriyalar ham nobud bo'lishi mumkin va shu holatda vitamin K sintezlovchi bakteriyalar ham miqdori kamayib, defitsit yuzaga keladi. Keyingi sabab bu malabsorpsiya. So'rilishni buzilishi natijasida ro'y beradi va bu holatda yog'da eriydigan vitaminlar, shu jumladan vitamin K yetishmovchiligi ham yuzaga kelishi mumkin. Ya'ni vitamin K normal holatda hosil bo'layotgan bo'lsa ham, uning so'rilishi buzilgan natijasida ro'y beradi. Va keyingi omil bu mexanik sariqlik. Mexanik sariqlik qachon vujudga keladi? Qachonki o't yo'llarida qanaqandir obstruksiya, mexanik to'siq bo'ladigan bo'lsa, o't pufagida jigarda hosil bo'lgan o't pufagida to'plangan o't suyuqligi ichaklarga tusha olmaydi. Nima uchun tushishi kerak? Xo'p, ichaklarga tushgandan keyin u yerda bilirubin metabolizmi amalga oshadi va bundan tashqari o't suyuqligi tarkibida o't kislota tuzlari mavjud. Va bular ta'sirida yog'ga eruvchi vitaminlarning so'rilishi amalga oshadi. Demak, mexanik sariqlik natijasida o't ichaklarga tushmaydi, yog'ga eruvchi vitaminlar va shu qatori vitamin K ni ham demak so'rilishi buzilishi natijasida defitsit yuzaga keladi. Va bu holatda mexanik sariqligi bor bemorlarda petixiyal qon ketishlarni, ya'ni gemoragiyalarni ko'rishimiz mumkin. Petixiyal nuqtasimon degan, nuqtasimon diametri 1-2 millimetrgacha bo'lgan xuddi nuqtasimon qon ketishlarni kuzatishimiz mumkin. Xo'p, davom etamiz. Kalsiyning gemostazdagi ahamiyati. Kalsiy bu koagulyatsiya jarayonida kofaktorlik vazifasini bajarib beradi. Ya'ni xuddi katalizator kabi ma'lum jarayonlarni tezlashtiruvchi, aktivlovchi sifatida ishtirok etadi hamda plazma faktorlarining 4-faktori, 4-omili hisoblanadi. Xo'p, endi qaysi jarayonlarda ishtirok etadi? Bir necha qon faktorlari aktivlashda ichki va tashqi yo'lda ishtirok etishi mumkin. Xo'p, bu 9-10-7 faktorlarni faollashishi uchun zarur. Bundan tashqari, demak, protrombinaza kompleksini hosil qilishda ishtirok etadi. Bu kompleks o'z ichiga oladi 5-faktor, 10-faktor, kalsiy hamda fosfolipidni. Undan keyin fibrinni polimerizatsiya jarayonida ishtirok etadi. Ya'ni fibrin dastlab eruvchi fibrin shaklidan erimaydigan fibringa o'tishi uchun 13-faktor, ya'ni stabillovchi faktor yordamida erimaydigan fibringa aylanadi va shu jarayonda ham kalsiy ishtirokida amalga oshadi. Va bundan tashqari kalsiy trombotsitlarni aktivlanishida muhim rol o'ynaydi. Trombotsitlar ichida kalsiy miqdori ortishi o'z navbatida trombotsitlar yuzasiga agregatsiyani ta'minlovchi retseptorlarni chiqaradi. Ya'ni bular glikoprotein 2B, 3A retseptorlari va bular fibrinogen yordamida ikkita trombotsit biriga birikib agregatsiyani ta'minlab berar edi. Xo'p, mana bu sxemada o'sha kalsiyni qaysi jarayonlarda ishtirok etayotganligini yana bir bor
ko'rib o'tishimiz mumkin. Va yuqorida aytib o'tganimizdek, kalsiy trombotsitlarni faollashishida ishtirok etadi. Ya'ni adgeziya jarayonidan keyin trombotsitlar aktivlashib, o'zidan pseudopodiyalar hosil qiladi, sitoskeleti o'z shaklini o'zgartiradi va trombotsit ichida kalsiy oshishi ichidagi granulalarning parchalanib, tarkibidagi o'sha moddalarni, tromboksan, serotonin kabi moddalarni demak tashqi muhitga chiqaradi va bundan tashqari qisqarishida aktin miyozin qisqarishida, trombotsitlar shaklini o'zgarishida hamda trombotsit yuzasiga glikoprotein 2B3A ni chiqarishiga, ya'ni membranani yuzasiga ekspressiya qilinishiga sabab bo'ladi va shu orqali ikkita trombotsit bir-biriga fibrinogen yordamida birikadi, ya'ni agregatsiyasini ta'minlab beradi. Bundan tashqari antikoagulyantlarda ham kalsiyning ahamiyati bor. Demak, EDT, sitrat hamda oksalat kabi moddalarni o'sha qon laboratoriya analizi uchun qon olamiz, uni probirkada saqlaymiz va qon ivib qolmasligi uchun mana shu sitrat, oksalat, EDT kabi moddalarni probirkaga solamiz va bu demak moddalarimiz o'ziga kalsiyni biriktiradi. O'sha qon tarkibidagi kalsiyni biriktirib, koagulyatsiya jarayonini to'xtatib, qon ivishini oldini olib turadi. Bu faqat laboratoriya sharoitida mana shu kalsiyni o'ziga biriktirganligi sababli qon ivmay qoladi. Endi endoteliy zararlangan endoteliy protrombotik effektni namoyon qiladi, ya'ni tromb hosil qiluvchi effektni. Normal holatda esa buni teskarisi. Demak, qaysi jarayonlarda ishtirok etadi? Endoteliy tarkibida, demak, endoteliy zararlanishi natijasida von Willebrand faktor ajraladi. Bu endoteliydagi maxsus granulalarda, Weil palade deb nomlangan granulalarda saqlanadi va endoteliy shikastlanish natijasida uni tarkibidan chiqib, kollagenga, demak, von Willebrand faktor yordamida birikadi. Va bu jarayon trombotsitni adgeziyasini ta'minlab beradi. Xuddi shunday gemostazning tashqi yo'lida ham endoteliy ahamiyatli. Gemostaz tashqi yo'li 3-faktor, ya'ni to'qima faktorni ajralishi bilan boshlanadi. Bu faktor aynan to'qima endoteliy yoki silliq mushaklarning zararlanishi hisobidan sodir bo'lib, 3-faktor ajralishi bilan kechadi va keyin 3-faktor 7-faktorni aktivlab, demak, tashqi yo'lni boshlab beradi. Bundan tashqari endoteliy shikastlanishi natijasida endotelin deb nomlangan kuchli vazokonstriktor modda ajralib chiqib, bu gemostazning birinchi bosqichi vaskulyar spazmni ta'minlab berishda ishtirok etadi. Yuqorida biz shikastlangan endoteliyning funksiyalari to'g'risida gaplashib o'tgandik. Endi normal holatdagi, ya'ni shikastlanmagan holatdagi intakt endoteliyning funksiyalari haqida gaplashib o'tamiz. Bular antikoagulyant, antiagregant hamda fibrinolitik aktivlikka ega. Antiagregant hamda antikoagulyantlar, demak, qonni, bu uchala mexanizm ham qonni suyuq holatda ushlab turishni ta'minlovchi omillar hisoblanadi. Antikoagulyantni biz o'xshatishimiz mumkin geparinga. Geparin hammamiz eshitganmiz. Mana shu geparin antikoagulyant yoki varfarin antikoagulyant. Organizm o'zini ham geparin kabi mahsulotlari bor, qonni suyuq holatda ushlab turuvchi. Demak, bular trombomodulin hisoblanadi, endoteliy tomonidan sintezlanuvchi va uning funksiyasi trombin bilan birikishi natijasida mana shu endoteliy tomonidan sintezlanuvchi trombomodulin trombin bilan birikadi va protein C aktiv holatga kelib 5-8-faktorlarni inaktivlaydi. Bundan tashqari organizm o'zida, demak, geparinga o'xshash molekula bor. Bu endoteliy yuzasidagi geparan sulfat hisoblanib, u antitrombin 3 bilan birikishi natijasida
9-chi, 10-chi, 11-chi, 12-chi faktorlarni ingibirlash vazifasini bajaradi. Tashqi muhitdan yuboradigan geparin molekulamiz ham xuddi shu organizmdagi antitrombin 3 bilan birikib, yuqorida biz aytib o'tgan mana shu qon faktorlarini 9, 10, 11, 12 qon faktorlarini bloklash funksiyasini bajaradi. Antiagregant bu xuddi aspiringa o'xshash, ya'ni agregatsiyasini nima qiladi? Agregatsiyasini tormozlovchi, agregatsiyasiga qarshi turuvchi moddalar. Bular demak prostatsiklin, NO hamda ADP fosfataza kabi moddalar ikkita trombotsitning bir-biriga yopishishini, ya'ni agregatsiyasini to'xtatuvchi moddalar hisoblanadi. Fibrinleytik sistemani boshida gaplashib o'tgan to'qima plazminogen aktivatorimiz, ya'ni TPA bu ham endoteliy tomonidan sintezlanib, plazminogenni plazminga aylantirish vazifasini bajaradi. Bu yerda yuqorida aytib o'tgan moddalarimizni yana bir bor ko'rib o'tamiz. Mana NO, prostatsiklin hamda ADP fosfataza yordamida trombotsitlar antiagregatsiyasi, ya'ni qonni antiagregatsiyasi ta'minlab beriladi. Xo'p, mana bu gep yozilgan molekulamiz bu geparan sulfat, xuddi geparinga o'xshash molekula bo'lib, e'tibor beringlar, bu endoteliy yuzasida bo'ladi hamda qon oqimidagi antitrombin 3 buni yuzasiga kelib o'tiradi mana, va bular antitrombin o'z nomi bilan aytib turibdi. Birinchi navbatda trombinni inaktivlaydi, undan keyin 9-chi, 10-chi, 11-chi, 12-chi faktorlarni inaktivlaydi. Keyingisi mana bu molekulamiz to'qima yo'li ingibitori hisoblanadi. TF degani to'qima faktori edi. To'qima faktori yo'li ingibitor, ya'ni to'qima faktori qaysi faktor edi? 3-faktor. 3-faktor keyin 7-faktorni aktivlardi. 7-faktor 10-faktorni aktivlardi, ya'ni koagulyatsiyaning tashqi yo'li. Va to'qima faktor yo'li ingibitori mana shu molekulalarni, ya'ni 3-faktor, 7-chi, 10-chi faktorlarni ingibirlovchi xususiyatga ega. Keyingisi trombomodulin, mana endoteliy tomonidan sintezlanuvchi trombin bilan birikib protein C ni aktivlaydi. Bu 5-chi, 8-chi aktiv faktorlarni bloklash xususiyatiga ega. Xo'p, buni aytib o'tdik. To'qima plazminogen aktivatorini plazminogendan plazmin hosil qilishni bajardi. Plazmin esa mana ko'rib turganimizdek fibrin molekulalarini parchalab, mana bunaqa fibrin parchalanish mahsulotlariga aylantirdi. Xuddi shunday endoteliy tomonidan PAI ham, ya'ni plazminogen aktivator ingibitori ham sintezlanadi. Va buni vazifasi to'qima plazminogen aktivatori hamda urakinazani bloklashdan iborat edi. Bu yerda yana o'sha organizmda sintezlanuvchi antikoagulyantlarni ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda trombin ko'rsatilgan bo'lsa, mana bu geparin like molekula degani geparanga o'xshash molekula, ya'ni geparan sulfat antitrombin 3 yordamida birikib, mana 10-chi va 9-chi faktorning ingibirlanishi, xuddi shunday trombomodulin bilan birikib protein C, demak noaktiv holatdagi protein C ni aktiv holatdagi protein C ga aylanishi, bu yerda protein S kofaktorlik vazifasini bajaradi hamda 5-chi, 8-chi faktorlarni inaktivlashini kuzatishimiz mumkin. Bu jarayonda ham xuddi shuni yana bir bor takrorlab olamiz. Mana endoteliy tomonidan sintezlanuvchi trombomodulin trombin kelib birikdi. Protein C, protein S kofaktorlik asosida mana ko'rib turibmiz, aktiv holatdagi 5-chi, 8-chi faktorlarni inaktiv holatga keltiradi. Tepada yuqoriga e'tibor bergan bo'lsangiz, trombin yozilgan. Trombinning funksiyasi aynan 5-chi, 8-chi faktorlarni aktivlashdan iborat bo'lsa, trombin endi trombomodulin bilan birikish natijasida xuddi shu 5-chi, 8-chi faktorlarni, demak, inaktiv holatga keltirar ekan. Mana trombinni
protein C bilan birikishi natijasida o'sha 5-8 faktorlar inaktivlanish yo'li, antitrombin bilan birikishi natijasida esa antitrombin yo'li orqali geparin bilan antitrombin uch birikishi orqali, demak, mana yuqorida ham gaplashib o'tgandek 7, 9, 10, 11, 12 faktorlarni bloklanishi amalga oshadi. Bu sxemada esa koagulyatsion jarayoni yana bir bor ko'rib o'tsak bo'ladi va bundan tashqari e'tibor bergan bo'lsalaringiz, harflar yozilgan A, B, C, D, E va har bitta bosqichda o'zini, demak, harflar bor. C harfiga e'tibor bersak, bu gemofiliya C, ya'ni 9-omil. Bu antigemofil omil C edi va 9-omil yetishmasligi gemofiliya C ga olib kelishi mumkin. Masalan, A da yozilgan 8-faktor bu yetishmovchiligi A turdagi gemofiliyaga hamda D nima edi? Willi Brandt kasallikka olib kelishi mumkin. Xuddi shuni E harfiga qaraymiz. E harfi bu vitamin K defitsiti. Vitamin K defitsiti natijasida, demak, 2, 7, 9, 10 faktorlarda, demak, sintezi kamayishi va koagulyatsiya jarayonining buzilishi ro'y berishi mumkin. Shu bilan bugungi video darsimiz o'z yakuniga yetdi. Mavzuni qayta takrorlab, konspektlashtirib o'qisak, keyingi mavzularda nasib bo'lsa, gemostaz patologiya mavzularida hozir o'tgan mavzularimiz, ya'ni gemostaz fiziologiyasi anchalik poydevor, kuchli poydevor bo'lib, sizlar uchun xizmat qiladi. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.